Assalomu alaykum bolalar. Charchamoqchilarmi? Hamma yaxshimi? Bugun biz Anomaly o'yinini o'ynab ko'ramiz. Horror Tale emas, The Guest degan o'yinni. Bugun bilmadim, har xil rejimlari bor ekan, onlayn o'ynasa bo'lar ekan, offlayn o'ynasa bo'lar ekan. Biz shuni hozir o'ynab ko'ramiz. Biz onlayn o'ynamaymiz, lokalniy bitta o'zimiz o'ynaymiz. Chunki mana onlaynda ko'rishingiz mumkin qancha odamlar o'ynayapti. Faqat Anomaly emas, bu yerda pobeglar, выживаниялар o'ynasanglar bo'ladi. Har xil zona, shkola, shunaqa narsalar o'ynasanglar bo'ladi. Mana zona har xil, bularni pulga sotsa bo'ladi. Oxirgi ikkita zonani shkola, больница, скотобойня. Biz hozir многоэтажкani o'ynab ko'ramiz. Absolutno eng qiyinida o'ynaymiz bolalar. Ratsiya yo'q bo'ldi. Hammasini sazat qilganimizdan keyin sazat qilamiz. Bugun biz birinchi etajga chiqishimiz kerak va o'yindan qochib ketishimiz kerak. Anomalya topamiz, yana har xil narsalar. Horror bo'ladi, ujus bo'ladi, bir narsalar bo'ladi. Ko'ramiz, buni hozir guvoh qilamiz. Mana yuguradigan narsalar, ratsiya, gapiradigan narsalar bor ekan. Bo'ldi, tushundim bolalar. Eshikni birinchidan turib ochamiz. Qanaqadir koridor bo'ladi, men bo'lmay kerak fotoapparat. Bu qorong'i joyda yorug' qilish uchun, menimcha. Birinchi etaj har doimgidek toza bo'lish kerak, chunki men endi o'yinni boshladim. Eslab qolamiz. Ikkita paket, ikkita onaqa o'rtasida ham turibdi. Butilka, korobka. Bu yerda har doimgidek shkaf, pechka, ikkita salafan, mayda chuyda narsalar. И bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta eshik. Misrli paket, korobka, stol, kichkina stol, o't. Men burchakda ham kichkina o't bor ekan. Let's go, keyingi etajga keyingi joylarga sekin boramiz. Koridorda anchagina musor. Koridorda musor, televizor, ikkita eshik, uchta, to'rtta eshik, yozuvlar, ikkita banka. Bular esda qoladi, ikki chetda unaqa bor. Mana rasm, mana rasm. Bitta shkaf, musor, unaqa narsalar, короче, mana hech narsasi yo'q ekan. Bo'ldi, eslab qoldik. Birinchi etaj har doimgidek toza bo'ladi aytganimdek. Let's go. Etajni toza qilamiz. Etaj toza. 7-chi etajga tushamiz. 8-ta etaj. Birinchi etajga tushamiz, qochamiz, hammasi shotki bo'ladi. Degan umiddaman. 7-chi etajga tushdik. 7-chi etajda nima? Hamma joy hozircha toza. Bitta rasm bormidi? Naverno bor edi-yu rasm. 3ta korobka menimcha bor edi. Shkaf. 2ta paqir. Короче, narsalar bor. Orqada quvlamayapti. Bitta narsa bor, tepalamachka bor. Televizor bor, musorlar bor. Koridorda agar bitta men butilkani olib qo'ysa, endi bilmadim uni. Chunki men yaxshi qaraganim yo'q. Kim bu? Yeb basharasiga qo'rqitib yubordi, lekin men serios, lekin juda qo'rqqanim yo'q, endi shuna reaksiya bo'ldi. Bitta nima? Bitta hammasi joyida. Yana bilmadim u anomaliyami, anomalya emasmi? O'yinni boshlashim anomalya emas deb yozgandi. Bu etaj toza. Mana bu kamera tepada unaqa narsa bor edi. Eshiklar ochiq emas, hammasi chotki, 7-chi etaj. Bitta poster menimcha bor edi. Let's go, bitta ham toza qilaveraylik bolalar. Mana bilmadim. Press up when factory anomaly. Press down when no anomaly. Menimcha anomaly yo'q bolalar. U ujus anomaly emas. Agar anomaly qilsa, hozir yana u arvohga anomaly deymiz. Hozircha hech kim yo'q. Normalniy toza 6-chi etajga tushdik deb o'ylayman. Qonlar 8. 6 aytdim bolalar, u narsa anomalya emas ekan. Etaj toza. Musor hamma narsa bor. Yozuv bor eshikda, eshik bor, shunda unaqa. O'yinni tez-tez yutishga harakat qilaman, yana bilmadim. Harakat qilib ko'raman bolalar. Posterlar joyida, televizor glitch chiqmayapti. Mana bu ham bitta poster bor.
Hamma narsa joyida. Ayadur bijir. Vallahi. Nima bu? Aptechka ekan, yaxshi aptechka. Aptechka yaxshi, bitta narsa bor, ikkita paket. Ikkita paket, bitta poster bor. Bitta hamma narsa bor-ku, bolalar. Xato topganim yo'qmi? Bitta ham xato topmadim, bolalar. Menimcha toza deb o'yladim. Toza deb o'yladim, yana bilmadim. Xato ko'rgan bo'lsanglar endi aybdorman. Menimcha yozuv chiqmadi. Yozuv chiqadimi bilmadim. Menimcha bu etajon toza. 5-etajga tushdik bolalar. 5. Endi bu yerdan наверное nimadir yo'qolib qolsa kerak. 3 marta podrad toza bo'ldi уже. Endi musor bo'ladi deb o'ylayman. Anomaliya bo'ladi. Qanaqadir arvoh nimadir o'zgarib qo'ygan. Bo'lishi kerak. Men paket bormidi yo'qmi deyapman. Menimcha paket bor edi-yu. Hammasi chotki, bitlar ham hammasi chotki. Musor bor, bitta ужас yo'q. Eshik bor, bitta musor bor. Menimcha bitta paket. Bitta ikkita edi bolalar. Bitta ikkita edi. Oh no. Kim bu? Yo'qolay. Qo'rqitib yubordi. Qo'rqitgani yo'q lekin. Bitta anomaliya bor, 100 talik. 4-etajda ishlangan bo'lish kerak. Adashmasam, aboylari xos hamma joy ishlangan. Qizil lampochka bo'lish kerak yoki bo'lmashi kerak, bilmadim. Qizil lampochka, qizil svet yonib turgan bo'lsa, u anomaliya emas. Qizil bo'lmasini to'g'ri mana. To'g'ri ham kelib oldik. Hammasi oson ketdi. Birinchi etaj qanaqadir неожиданный bo'ladi, yana bilmadim oxirgi etaj. Oxirgi etajda вообще anomaliya bo'lmaydi menimcha. Hammasi chotki. Hammasi chotki. Koridor chotki bolalar. Mana. Ularni bilmadim, lekin bular esimda qolgani yo'q. 4-etajda stol bor, musor bor. Mana ikkita paket aytdim, bolalar, ikkita paket bor deb. Bot bor. Ko'z yo'q, hammasi chotki, mana ham bor. Menimcha bu etaj tozami deyman desam, toza ekan. Hozircha hech narsa ko'ra olmadim, topa olmadim. Menimcha toza deb o'yladim bolalar. 4-etaj hammasi toza. Tozani bosamiz. Oh no. Creepy poster. Qanaqadir posterda xato ketibdi bolalar. 8-etajga chiqdik bolalar. 8ga chiqdik. 8ga chiqdik. Toza qilib ketaveraylik. Birinchisini tavakkal qilsak hech narsa qilmaydi. Missing plant deydi. Missing plant. Unaqa yo'qolib qolgan, hayvon yo'qolib qolgan. Rasteniya, короче. O't boyagi, stol ustida gul bor edi-yu, shu yo'qolib qolgan. Toza qilib ketaveraylik. Free 11. Mana shu bitta toza 7ga o'tib olaylik bolalar. 7ga o'tib olaylik bo'ldi. 7-etajga o'tib olaylik. Qolganini tavakkal qilmaymiz. Thanks. Bo'ldi. 7-etajga tushdim deb o'ylayman. Agar liftga ulgurmasang kirishga, uzoq chiqib keting, senga arvoh keladi deb eshitdim men. Shunaqa deb eshitdim, yana bilmadim. 7 bo'ldi, endi tekshirishni boshlaymiz. Hamma joy chotki. Eshiklar bor, posterlarga yaxshilab qaraymiz. Bu yerda ham poster bor, eshik bijir qilmayapti. Paket bor. Hamma narsa bor, eshik bor, shkaf bor. Butilka bor. Hamma butilkalar bor. Anta arvoh yo'q va absolutno eshikda bunaqa bijir narsa. Bu yana qaytdi, yana qoch degani. Bu yana qoch degani bolalar. 6-etajga tushdik. 6-etajga tushdik.
6 etajga tushdik. Liba 6 deydi, liba 5 deydi. 6. Yoq, chotki, hamma joy chotki, tepada hech narsa yo'q. Ujus yo'q, hammasi chotki. Betlar ham normalniy, tepalar chotki bolalar. Kommentga yozib qo'yinglar bolalar, keyingi horror qanaqa o'yin o'ynay. Ichida musor bor, bu bor, paket bor. Ikkita paket, bunaqa bor. Hamma narsa bor. Poster bor. Posterda xato yo'q. Lampa bor, bu poster ham normalniy bolalar. Toza. Xato topmadim. Xato topdim deb o'ylamayman. Mana bu chatga bir narsa yozzam bo'lar ekan. Bitta o'zim o'ynayman, kimga yozaman. Озвучка ruscha, inglizcha. Beshinchi etaj anomaliya bo'lish kerak. Menimcha, poster normalniy. Voy posterda xato qildim, men posterlarga qarab yuraman. Bu poster normalniy, ikkita baqir, bitta naverno. Mandir tovushini eshitaman. Nima edi? Qo'rqqanni qo'li sinsin bolalar. Qo'rqqanni prям qo'li sinib ketsin. Har qanaqa o'ziz tovushlar chiqibdi. Meni qo'rqitmoqchi skrimer bermasa endi. Yo'llar toza. Poster hech narsa topganim yo'q. Tovush xato bo'lishi mumkin emas, yana bilmadim. Televizor normalniy, poster normalniy, menimcha toza bo'ldi, men bilmadim. Toza tovush xato bo'lmaydi degan chunki. Mana free on sale nima bu? Bolalar 4-etaj kelganda sizlar bilan gaplashamiz. Hozir men bunga 2 soatmi, yarim soat vaqtim ketadi. Shuning uchun hozircha bolalar men etajda mana qanaqadir qip-qizil narsa bo'lib qoldi. Yuragim og'ridi, lekin serios qanaqadir skrimerga men qarab turgandim, qip-qizil bo'lib ketsa bo'ladi bolalar. Aroq hech narsa yo'q. 8-etaj, yana 8 ga keldim. Cho'tta yutamanmi? Tavakkal qilaylik, 8 iltimos. Shaharga borgim kelmoqda bolalar. Bitta yutaylik, bitta mana shu o'yinni yutgim kelyapti bolalar. Let's go, bir marta yutaylik, hadi mana shu o'yinni. Agar farq qilmayman, faqat mana shuni qilaveraman. Yopil, tez 7-etajga tushaylik bolalar. Bo'ldi mana. Ketdi 7-etaj. Hammasi normalniy deb o'ylayman. Yana bilmadim. 7-etaj sirasi chiqamiz. Sirasi kamerani yoqib qaraymiz. Bu yoqqa qaraymiz, bu yoqqa hammasi chotki, mana bu poster normalniy. Yo'li hammasi normalniy. Yugurib ham tekshirib ketaveramiz. Normalniy. Xolodilnik yo'q bitta. Bo'ldi, 6-etajga tushdik bolalar. 6-etajga tushdik bolalar. Tez o'tib ketaylik. O'yin tez o'tib ketaylik. Qonlik, xolodilnik deydi. Tez o'tib ketaylik bolalar. Tez. Bu 6-etaj yaxshi. Poster bor, hammasi bor. Bitta poster bor, tepada nima uni? Bilmadim yana nima u. Bitta hammasi chotki. Chutda bunday yugurib yuraveraylik. Hammasi chotki bitta. Ikkita paket, unaqa hammasi chotki. Men bitta hech narsa yo'q, shayton paytda o'ynab yurmoqda. Tez o'tib ketaylik. Bitta hammasi chotki, poster. Skelet basharasi chizilmagan. Poster bor bo'ldi. Tez kiraylik. Hammasi toza bolalar. Easy on shelf. Ko'z bor deydi. Ko'z, qanaqa ko'z? Bolalar qanaqa ko'z? Men bilmadim. Mayli, sizlar bilan 4-etaj kelganda gaplashaman bolalar. Bolalar, tak что men 4-etajga bir amallab kelib oldim. 4-etaj ochildi. Endi akkuratniy bo'lib o'ynaymiz degan umiddaman. Paketlar hammasi esimda qoldi.
O'yinga ketdi. Yarim soatcha vaqtim ketdi hozir mana shu o'yinga. Poster hammasi bor edi. Televizorda shuncha bashar ko'rsatmoqda yo'q. Bo'ldi normal. Bo'ldi mana keldik. Bitta rastinga bor. Bitta mo'sir bor. Bunaqa bor. Mana tagida yozuv yo'q edi. Yozuv yo'q edi bolalar. Mana senga isbot dalil. Qani senga isbot desa, mana senga deysan. Prosta uchib kirib kelamiz. Mana aptechkani olib qo'yaylik hajabi. Aptechka kerak bo'lib qoladi. Ujus kelib qolsa. Anomaliya bor. 100% bor. 3-etajga tushdik bolalar. 3 ta dona qoldi. 3 ta. 3 ta etaj qoldi bolalar. 3 ta etajni ramallab o'tsak bo'ldi. 3-etaj. Hozir anomaliya bo'lgan bo'lsa, bitta anomaliya yo'q deb o'yladim. Deb o'yladim, yana bilmadim. Posterda hech narsa rasm yo'q, hech narsa yo'q. Hammasi toza, koridorda hamma narsa bor. Musor bor. Bu bor. Mana yozuv yo'q edi boya. Boya mana bitta yozuv yo'q edi. Hamma narsalar bor. Ham shkafda ko'z yo'q. Bitta ham hech narsa yo'q. Bitta normalniy. 3-etaj poster bor. Ham ikkitali edi, ikkitali hali ham. 3-etaj. Bitta rasm chizilmagan yo'q, hech narsa yo'q. Toza bolalar. Toza. Let's go 2-etajga tushdik. 2-etaj. Oxirgi etaj. Yana bilmadim. 1-etajni ham ko'ramizmi, tekshiramizmi, yo'qmi bilmadim. Oxirgi etaj tez o'tib olaylik. Tez o'tib olaylik. 2-etaj. Nima bu qizil? Yana bilmadim. Bitta o'nchoq bor. 2-etajda o'nchoq bo'lish kerak edi. Описаниеda shunaqa deb yozgan. Bitta normalniy. Yana sekin borib tekshirib ko'ramiz. Hop, bitta normalniy. Bitta hammasi joyida. Hammasi joyida prям. Bitta ko'rinadigan anomaliya bersa zo'r bo'lardi. Ko'rinadigan anomaliya bersa, yugurib borib tekshirardim. Anomaliya bor derdim. Qaytib kelardim, o'yinni o'tardik. Bitta normalniy. Bitta aptechka bor, так что olamiz. O'ramlantirib olay. Hamma joy zo'r lekin. Poster yana ko'rib kelaydi, ya'ni posterda xato bo'lib 8-etajga qaytib ketmay. Ikkita poster ham bor bolalar, toza. Bolalar toza, hech narsa topa olmadim, toza. 1-etajga tushdik. Prям 1-etaj. Oxirgi etaj, bolalar, oxirgi etaj o'yinni bitirdik. Let's go, anomaliyani bitirdik. 1-etaj. Svet bor, qanday yaxshi. Qaranglar bolalar. Liba menga tushaman, liba tushamayman, bilmadim nima bo'ladi. Yo'q, qaranglar, meni hozir nima qiling. Qanaqa anomaliya mendan so'radi hozir, men bilmadim. Qanaqa anomaliya, men 1-etajni yodlab yurishim kerak bolalar. Qanaqa anomaliya proportion, mana bu narsalar nima bu? 1-etaj vaqtcha g'aroyib-ku, ey. Yerga qarab turing, qanaqa ujus qilmasin. Lift jo'natib eslashdim, bilmadim. Men bu o'yinni ma'nosiga ham, mazmuniga ham hech narsasiga tushunmadim. Ay basharenga. Bo'ldi bolalar, men bu o'yinni qaytib o'ynamayman, qanaqadir bir narsalar. Lekin men o'tdim bu o'yinni, o'tgandim. Men 1-etajga keldim. Hammasi chotki qanaqadir xonalar ko'rsatib yubordi. Mayli bo'pti bolalar, charchamaysizlar, hammalarga omad. Bu anomaliya o'yini o'tishmanga emaskan yoki yana bilmadim, nimasini tushunmadim. Men hech narsani tushunmadim bolalar, lekin onlayn bolalar o'ynab yotibdi. Like bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan jigar aktivlashish yo'q menda. 2 ta hajabi, 3 ta hajabi like bosib qo'yinglar ham chotki marta выживаниялар bo'layotibdi. Hamma qanaqadir o'yinni o'ynab yotibdi. Натуральный холодный чай. Mayli bolalar, charchamaysizlar.